8,3% o'zi nima degani o'rtoqlar. Xo'p, kamerani olib kel. Misol uchun $10,000 olyapsiz, yiliga $830 qo'shib qaytaryapsiz. O'rtoqlar, 1 yilga $830 qo'shib qaytarasiz, 2 yilga $1660 qo'shib qaytarasiz, 3 yilga $2490 qo'shib qaytarasiz, 4 yilga $3320 qo'shib qaytarasiz, 5 yilga $4,150 qo'shib qaytarasiz. Agar $30,000 olsangiz, 1 yilda $2490 qo'shib qaytarasiz, 2 yilga $4980 qo'shib qaytarasiz, 3 yilga $7470 qo'shib qaytarasiz, 4 yilga $9960 qo'shib qaytarasiz, 5 yilga $12450 qo'shib qaytarasiz. $100,000 olsangiz, yiliga $8300 qo'shib berasiz, 2 yilga $16600 qo'shib berasiz, 3 yilga $24900 qo'shib berasiz, 4 yilga $33200 qo'shib berasiz, 5 yilga $41500 qo'shib berasiz. O'rtoqlar, bu 8,3% qoldiq summaga. Bu pullarni olish uchun siz garovga yashab turgan uy-joy, noturar joy qo'yib bemalol olsangiz bo'ladi o'rtoqlar. Zarur bo'ladi xarajatlarni minimalni qildirib beraman o'rtoqlar. Sizlar kelinglar ofisga, keltirib ko'rsatib chiqarib beramiz. Xarajatlarni minimalni qilib beraman o'rtoqlar. Ofisimga tashrif buyurishinglarni naslidan qolaman. Parkinskida ofis bor, Oqtepada, Olmazorda ofisimiz bor o'rtoqlar. Xarajatlar zarur bo'ladi minimalni o'rtoqlar. Baland foizdan kredit olib qo'yganmiz, buni ham olib past foizga chiqarib beramiz. Kredit tarixi toza bo'lsa o'zi o'rtoqlar.